Hozir men target darsini живой, ya'ni offline o'tyapman. Bular individualni olganlar, o'zlarini ko'rsatmaydilar. Bularning magazinlari bor. Darslar bir xillar magazinlarda o'tamiz, bir xillar uyimda, bir xillar kafeda o'tamiz. Hozir target yoqyapmiz. Mana bularga ham video darsliklar beraman, lekin boshdan aytganlar, men umuman hech qachon video darslardan o'rgana olmayman. O'shanga живой yozilyapman deganlar. Hozir живой targetlarni yoqishni, xatoliklarni ustida ishlashni o'rganyapmiz. Ko'z oldimizda ham xato qilyaptilar. Aytibdilar, nimada xato qilayotganimni tushunmayapman. Target yoqyapman, bir xillar o'xshab ketyapti, bir xillar o'xshamayapti deyaptilar. Hozir shuni o'rganyapmiz. Qalaysiga dars? Yoqyapti, hammasi. O'zi video darslarda ko'rganingizda qanaqa tushunarlimi o'zi? 50% tushunaman, sizga esa 100% tushunaman-da. Xatolarim, savollarimga yig'ib qo'yaman, javob olaman. To'g'risini aytaman, shaxsan o'zim ham onlayn o'quvchi emasman. Men ham offline o'rganishni ko'raman. No, menda offline ham imkoniyat bor, onlayn ham imkoniyat bor. Siz qanaqasiz?